Дорогие подписчики, вот вы завершили очередной наш проект. Летняя кухня, казаны, очаги. Вот у нас находится варочная панель. Это рабочий стол. Казан на 30 литров. Зона барбекю. Казан на 15 литров. Рабочий стол. Мойка. Теперь этот провод висит у нас для освещения внутренней части топки. Он уже заранее проведен. То есть осталось просто установить фонарь. Все горит, все работает. Вот можете посмотреть наглядно, топка полная, ни грамм дыма нету. Теперь второй казан. Кому интересно, то есть вот пар, казаны кипят. Если вы хотите увидеть очередные наши проекты, заходите, подписывайтесь. Будьте в курсе. Eldor aka sizga kattakon rahmat. Iyg'o'g'li sizga ham rahmat. Yaxshi bizni qo'shnimiz sizlarni tavsiya qildi. Yaxshi uchoq qiladi, akkuratni qiladi. Ularni tortishiga garantiya yo'q deyishdi. Adashmamiz. Sizlardan oldin vodiylik bolalarga kelishdik, ular boshladi, 1 metrcha terdi, o'xshatolmadi. Bizga mana shu mangalni burchakka demaxotni mana shu regel bilan qo'shtin devon o'rtasidan chiqarib kerakligini aytganimizda ular hech qanaqasiga iloji yo'q bu narsa uni deyishdi. Xullas, даже $500 garovlashib ketishdi. Endi garovga javob beradimi yo'qmi bilmadik, lekin mana joylashdi. Tutunlarni tortishlari hammasi cho'tki joyda, даже chiqarishdan ham tutun tortdi. Uni yana videolarimizga olib suv qaynashlariga gap yo'q. Chiroyli chiqdi, chiroyli joylashdi. Kattakon rahmat. Klientlarimiz bundan da ko'paysin. Rahmat. Roziman. Hammasi rozi. Men roziman. 5 baho. 10 dagi. Mana daji. Mana. Ne, bilmedi. Mana. Gap yo'q, cho'tki chiqdi. 5 baho, 10 baho. Rahmat. Zo'r chiqdi.